Hammaga assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan birga Forever Life'ning yangi mahsulotlarini ko'rib chiqadigan bo'lamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib penkadan boshlaymiz. Ta samoya penka. Bitta siqqaningiz butun yuzingizga, bo'yningizga yer. Ikkinchi bizda gidrofildan massa keladi. Juda ham yoqimli, yuzga yoqimli, makiyajni polni artadigan gidrofilka. Keyin kremlarok. Hidi вообще hammasidan mangoni hidi keladimi? Keyin bizda ночной krem и дневной krem keladi. Va toner под makiyaj ishlasanglar bo'ladi. O'zim ishlatib yuribman. Hammasini tekis ton qilib turadi. Вообще menga yoqdi. Keyin sivaratkasi. Menga juda ham sivaratkasi yoqdi, chunki bu yerda gyaluronoviy kislota bor ekan. Meni yuzim uchun u juda ham yaxshi va bunda yarmi qoldi. Bir hafta ishlatganman, уже yarmini tugatib tashladim. Keyin bizda SPF ka ham bor. Представляете, даже SPF ka ham bor. Undan keyin bizda shunaqa maskachalar keladi. Ancha maskacha keladi. Уже hozir shu rolikdan keyin ishlataman. Har kuni kechqurun ishlatib yurib, maslahat berib qolaman hammangizni olib ishlatib ko'rishlaringizni. Chunki birinchi в первую очередь o'zlarimizda testировать qilib ko'ramiz-ku va bular